Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 26-sessiyasida tuman kengashining 29 nafar deputatlardan 27 nafari ishtirok etmoqda. 2 nafar deputatimiz uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari, tuman hokimi Dilmurod Bastamovich, tuman hokimining o'rinbosarlari, huquq muhofaza qilish organlari hamda mahalla raislari, davlat va nodavlat tashkilot rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sizlarning ijozatlaringiz bilan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 26-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Ochilsin degan taklif tushyapti. Ochilsin degan taklifni ma'qullagan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 26-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 22-bahrining saylov okrugidan saylangan deputat Haydar Abduqodir Fayziyevichni sessiya kotibi etib saylash to'g'risida taklif kiritiladi. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa ushbu taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, bu ovozdan tasdiqlandi. Marhamat Abduqodir Fayziyevich ishga kirishingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, ijozatlaringiz bilan sessiyaning sanoq komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sizlarga 3 nafar 1-G'ijduvon saylov okrugidan saylangan deputat Yuldash Alamrod Qudratovich, sanoq komissiyasi raisi, 30-Tegirmonbosh saylov okrugidan saylangan deputat Burxonov Marat G'ulomovich, sanoq komissiyasi a'zosi, 17-Qo'chqor saylov okrugidan saylangan deputat Nosirova Shahri Ergashevna, sanoq komissiyasi a'zosi etib saylash taklif kiritiladi. Boshqa takliflar bormi? Agar takliflar bo'lsa, ushbu masalaga munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, sessiyalar ish kunini tasdiqlab olishimiz kerak. Ushbu masala yuzasidan sizlarga quyidagi takliflar berilgan.
Sessiyaga 4 ta masala kiritilgan. Birinchi masalamiz Urgut tuman hokimi Dilmurod Bastamovichning 2026-yilda Urgut tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarini amalga oshirish chora-tadbirlarining birinchi chorakdagi ijrosi yuzasidan hisobot to'g'risida. Ikkinchi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2026-yil 12-martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetining viloyat budjetlarining Toshkent shahar va shahar budjetining tumanlar va shaharlar budjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solishni takomillatish to'g'risidagi Q-325-V sonli qaror to'g'risida. Uchinchi masala Urgut tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalari hisobidan jamoatchilik fikri asosida shakllanadigan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tuman hokimlik qoshida ochilgan fuqarolar tashabbus jamg'armasi mablag'ini ajratish to'g'risida. Dördüncü masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Q-48 qarorining tumandagi ijrosi to'g'risidagi xalq deputatlari Urgut tuman kengashining 2026-yil 16-martdagi 7-24-28-7-105-26 sonli qarorining 2-ilovasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Kun tartibi tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruzachilar, tuman hokimi hisobot berish uchun 30 daqiqa va boshqa hisobot va axborot beruvchilar uchun 10 daqiqa. Partiya guruhlari vakillariga va xalq deputatlari tuman kengashi deputatlariga ma'ruzachiga savol berish uchun 3 daqiqa, hisobot bo'yicha muzokara uchun 5 daqiqa. Amaldagi tartibga muvofiq kun va ish tartibi bo'yicha tuman hokimi kengashi doimiy komissiyalari, partiya guruhlari fikr va mulohaza takliflari berishlari mumkin. Sessiya reglamenti bo'yicha boshqa takliflaring bormi? Agar bo'lmasa, ushbu masala yuzasidan o'z munosabatlaringizni bildirishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar ham yo'q. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tasdiqlangan reglamentga amal qilishlarini so'rayman. Bugungi sessiyamiz kun tartibidagi barcha masalalar davlatimiz rahbari tomonidan oldimizga qo'yilgan vazifalarga hamohangdir. Shu bois barchangizni muhokamalarda faol ishtirok etishlarini so'rayman. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala Urgut tuman hokimi Dilmurod Bastamovichning 2026-yilda Urgut tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarini amalga oshirish chora-tadbirlarining birinchi chorakdagi ijrosi yuzasidan hisobot to'g'risida. So'z Urgut tuman hokimi Saidqulov Dilmurod Bastamovichga berildi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Ana 30-aprel yilga boshlaganiga 2 oy vaqt o'tib ketyapti. Vaqt shunchalik bir shiddat bilan o'tyaptiki, kun qanday erta bo'lib qanday kech bo'lganini bilmay qolyapmiz. To'g'risi, vazifalar ko'p, ham zimmamizga olgan masalalar ham ko'p. Agar sizlar tanishtirgan bo'lsa, umuman olganda endi kambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratish, ishsizlikni bartaraf qilish bo'yicha islohotlar ishlari ishlayapti. Xabarlaring bor hammalaringizda. Endi marrani baland olganimiz 2026-yilga, o'tgan yilga nisbatan 2 karra ziyod bo'lganimiz, sanoatda 5 trillion 800 milliard so'mga ko'paytirishga sanoat ishlab chiqarishni, qishloq xo'jaligini 7 trillion 8 milliardga, qurilish va pudrat ishlarini 537 milliard so'mga, xizmatlar ko'rsatish hajmini 3 trillion 9 milliardga, savdo sohasida 5 trillion 1 milliard so'mga hajmda asosiy yil oxirigacha ta'minlaymiz. Mana birinchi kvartalda o'zida 925 milliard 300 million so'mlik sanoat ishlab chiqarish hajmi 108% bajarildi. 847 milliard 700 million so'mlik xizmatlar ko'rsatildi, 115%ga. 164 milliard 400 million so'mlik qurilishlar amalga oshirilib, 102% bajarildi. 1 trillion 19 milliard so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari reja 104%ga, 1 trillion 126 milliard so'mlik savdo faoliyati amalga oshirilib, reja 126%ga bajarildi birinchi kvartalda o'zida. Hurmatli deputatlar, barcha zaxira va imkoniyatlardan foydalanib, sanoat hajmini birinchi yarim yillikda 2 trillion 800 million so'mga, yil yakuniga 5 trillion
800 million so'mga yetkazish bo'yicha ishlar olib borilyapti hozir. Buning uchun Urgut erkin iqtisodiy zona imkoniyatlaridan ham foydalanyapmiz. Yil yakuniga qadar 385 million dollarlik 12 ta yangi loyihalar, shundan birinchi yarim yillikda 226 million dollarlik 3 ta loyihalarni ishga tushirish hisobiga qo'shimcha 325 million so'mlik hajm yaratiladi. Sanoat zonasida bo'sh turgan 123 gektar yer maydoni turibdi. Shulardan mana shu farmatsevtika, elektrotexnika, oziq-ovqat kabi sanoat tarmoqlarida shu qiymatni 295 million dollarlik yangi investitsiyalar kiritishni rejalashtirganmiz. Tumanni salohiyatdan kelib chiqqan holda 50 ta sanoat korxonalarida tan narxini 8,6% ga pasaytirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Endi tan narxini bilasizlar, mana birgina temir yo'l kirib kelganini o'zi ham mana hozir endi sanoatda foydalanib boshlandi. O'zlaringiz ko'p turistlar guvohi bo'lyapsizlar. Nasib qilsa vokzaldan keyingi hududda ham hozir mana Gruzovoy dvorlarini ham ishi yakunlanyapti. Bundan tashqari o'zi Gruzovoy dvordan o'zi foydalanib boshlandi nasib qilsa. Bundan tashqari xizmatlar sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak, hududiy dasturlar doirasida 55 milliard 700 million so'mlik yana bir 4 ta loyihamiz bor. 64 ish yaratiladi. Endi mana shu xususiy klinikalar bor, misol uchun va boshqa o'xshash korxonalar orqali. Bundan tashqari barcha shu zaxiralarni kuchlar sarf qilib xizmatlar hajmini birinchi yarim yillik yakuni bilan 1 trillion 600 milliard so'mga yetkazish choralarini ko'ryapmiz. Prezidentimizning 392 sonli qarori bilan xizmatlar sohasini rivojlantirish infratuzilmasini yaxshilashga istab tasdiqlab bersalaringiz 56 milliard so'm mablag' ajratiladi tasdiqlaganlaringizdan keyin. Ushbu mablag'larga hamma loyihalar qilingan, 14 ta katta yirik loyihalar qilingan. Bundan tashqari tadbirkorlik sohasida kreditda hamda K-savdo platformasi orqali 25 ta yer uchastkalarini auksion savdolariga chiqarish hisobiga 293 ta savdo va servis obyektlari tashkil etiladi. Natijada 2600 nafar aholi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mahalliy byudjetimiz daromadlarini 2026-yil 227 milliard belgilanganida bizlar marrani kattaroq oldikdagi 249 milliard so'mga yetkazamiz va byudjetga qo'shimcha 23 milliard so'm tushum ta'minlaymiz deb o'zimizga marra qo'yganmiz, reja qo'yganmiz. Shuningdek, birinchi chorak natijasi bo'yicha o'zi 46 milliard 100 million edi. Haqiqatda 52 milliard 600 million so'mga birinchi chorakda yakunladik. 52 milliard 600 million so'm, 114%. Hurmatli deputatlar, endi xabarlaringiz bor, asosiy masala endi bu kambag'allik darajasi va ishsizlik darajasi. Rejalashtirganmiz kambag'allik darajasi 7,4% edi. Shuni 5,9% ga tushirganmiz hozir. Kunda 5,9% dan yil yakunigacha biz ishsizlik kambag'allik darajamizni tabiiy minimum darajasi 2% ga tushirishimiz kerak. 2% ga tabiiy. Bu endi bu tabiiy minimum degani 2000 tadan ziyod oilalar bor. Bular endi nogironlar, yakka yolg'izlar va to'shakka mixlanib qolganlar, bular doimiy ravishda davlat qaramog'ida bo'ladi. İşsizlik darajamiz 10.700 tadan ziyod. Endi mana 72 tadan ziyod loyihalar bor, investitsiya loyihalari bor, mahalliy loyihalar bor. Shularni hammasini ishga tushiradigan bo'lsak, biz ham ishsizlik darajamizni mana hozir o'sha yil yakuniga 3% ga tushirishni rejalashtirganmiz. Endi yana nima demoqchiman, 28 ta mahalla ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirishni maqsad qilib qo'yganmiz shu bilan birga. Bundan tashqari aholining daromadlarini oshirish bo'yicha, umuman olganda ishsizlikni bartaraf qilish bo'yicha Urgut tumaniga kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun tadbirkorlarga banklar tomonidan 740 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilgan. Bugungi kungacha 102 milliard ishlatildi va qo'shimcha 7704 ta ish o'rinlari yaratilishini ta'minlashimiz kerak mana shu orqali. Birinchi kvartal natijasi bo'yicha
Mana hammangiz bilasizlar, oilaviy tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun birinchi biznesga birinchi qadam, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash doirasida mana shunaqa loyihalar doirasida endi mana shu mahalla loyihalari bor. Umuman olganda mana shular hammasi uchun yuqorida aytib o'tilgandek 740 milliard mablag' ajratib belgilangan, mana shular hammasini birga ishlatishimiz kerak. Bundan tashqari xorijiy investitsiyalarni bizga reja qo'yilgan 163 million dollarlik xorijiy investorlar investitsiya olib kirishimiz kerak tumanga yil yakunigacha. Bundan tashqari 102,5 million dollarlik eksportni amalga oshirish kerak. Endi bizlar birinchi chorak natijasi bo'yicha belgilangan vazifani xorijiy investitsiya bo'yicha 190% ga, eksport bo'yicha 130% ga bajardik bir qismini. Lekin juda og'ir bo'lyapti, yengil bo'lmayapti. Juda ham ko'p tadbirkorlar kelyapti, Xitoydan investorlar kelyapti. Endi o'zimizni o'sha qiziqtirib tadbirkorlarga jozibadorligini oshirish bo'yicha ishlar boryapmiz, lekin kelganlar aksariyati ko'rib fikrimizni bildiramiz deyapti, lekin masala qaytib ketyapti. Oddiy misol aytaman, 200 gektar joyga o'sha ular kaolian o'simligini ekamizlagan o'sha undan farmatsevtikada va spirt mahsulotlar ishlab chiqaramiz deb ko'p tadbirkorlar keldi Xitoydan. Lekin yerlarimizni o'rganganda bizlar analizlarni olyaptidagi analizlarning tuproqlarning bizga to'g'ri kelmaydi, tosh ko'p ekan degan fikrlar bildiryapti. Oson bo'lmayapti investorlar jalb qilish. Mana hozir marhamat bilan deputatlarimiz o'tiribdi. Qariyb 130 gektar joy bor Urgut ekologiya zonada. Gaz bilan ham ta'minlangan, svet bilan ham ta'minlangan, suv bilan ham ta'minlangan. Lekin bo'sh turibdi. Yoshlar yerimiz bor, yoshlar sanoat zonasiga ajratilgan. Bo'sh turibdi. Bo'sh turibdi. Tadbirkorlarga aytyapmiz. Mana soliq imtiyozi berilgan, infratuzilma ta'minlangan. Mana keyin qil deyapmiz. Juda kam odam xohish qilyapti. Bundan tashqari Andakda 89 gektar, Qoratepada, Omonqo'tonda, Chorchinorda yer toifalarini o'zgartirib berdi muhtaram prezidentimiz. Turizmni rivojlantirish bo'yicha. Turizmni rivojlantirishimiz kerak. Tadbirkorlar bor, va'dani beryapti, xorijiy investorlar kelyapti, ko'ramiz deyapti, lekin shunga to'xtala olmayapmiz. Endi bilmadim, endi hozir endi men oshkora aytishim insonlarga kerak emas. O'sha Chorchinorda 30 million dollardan ziyodlik loyiha kanatli doroga deydi, o'sha dor yo'li deydi, o'shani endi bir hozir urgutlik tadbirkorimiz loyihasini qilyapti. Agar o'sha xitoylik investorlar agar haqiqatan shu gapida turib shu qilamiz desa, o'shani boshlash arafasida turibmiz. Juda murakkab bo'lyapti masalalarni amalga oshirish. Birgina yana nima qilganmizki, rejalashtirganimiz 100 million dollarlik 72 ta loyihamiz bor. Mahalliy loyihalar, investitsiya loyihalari. Agar o'shalarni amalga oshirsak, nasib qilsa 2095 ta ish o'rni yaratiladi. Umuman olganda bu men sanoat, eksport, investitsiya bilan nima qilyapman? Turizm to'g'risida temasida bir qismini aytib o'tdim. Qoratepa bilan Andakda o'ziga 62 gektar, Chorchinorga 89 gektar yerlar ajratilgan, tayyor turibdi. Bularga amalga oshiradigan bo'lsak, ancha turizmimiz ham yaxshilanadi. Bundan tashqari, muhtaram prezidentimiz bilasizlar, Urgutga tashrif buyurganlardan keyin endi barcha qarorlar ijrosi bo'yicha, endi bu investitsiya qarorlari, xorijiy institutlar loyihalari, nimalar bo'yicha ajratilgan mablag'lar, umuman olganda hozir mana qurilish ishlari olib borish boshlandi. 190 ta obyekt bo'ldi, 190 ta obyekt 1 trillion 206 milliard so'mlik qurilish ishlari amalga oshiriladi Urgutda. Shundan bugungi kungacha 167 tasida ish boshlandi. 190 tadan 167 tasida ish boshlandi. 190 tadan 167 tasida ish boshlandi. Urgutda tarixida bo'lmagan bu. Tarixida 1 trillion 206 milliard hurmatli deputatlar, esingizda qolsin. Va qo'llaringiz yozib bergan. Urgut tarixida bo'lmagan. Men ana buni yig'ilish qildim, tezkor yig'ilish kechqurun. Suratlarni chaqirdim. Ancha gaplarni suratlarga ham aytdim. Mana xabarlari bor. Keyin men
chiqqanligini o'zlari aytadi, ancha men to'g'risini aytib, tanqid gapirdim Sinoyatga. To'g'risini aytib, o'tiravering. Tanqid gapirdim. Nimaga tanqid qildim? To'g'ri, hammamiz deputatmiz, to'g'ri tadbirkormiz, to'g'ri faolmiz. Lekin bitta narsa, bu raqamlar, bu hammasi raqam, qo'llaringga berganman. Bu raqam. Raqam qachon ishlaydi, qachon biz ishlasak raqam ishlaydi. Bitta savol tug'ilyapti. Administratsiya rahbari ikkinchi marta Urgutga tashrif buyurdilar. Hammadan xabarlaring bor, men Bahrayn, Kenagas hududlarini ko'rib ketdilar. Har bir narsani so'rayaptilar, har bir narsani savol beryaptilar bizga. Hop, davlatimiz rahbari 1 trillion 206 milliard pul berdilar. Bu davlatimiz rahbari bergan pul jamsiga. Tadbirkorlar saslar. Bu yerda sohibga kelib deputat tadbirkor. Bu davlatimiz rahbari bergan pullar ular. Lekin bizga savol beryapti, senlar nima ish qilyapsan deyapti. Bu davlatimiz rahbari bergan pulga maktab quriladi, bog'cha quriladi, yo'l bo'ladi, ko'prik bo'ladi. Bu davlat rahbari bergan pul. Lekin savol beryapti, senlar nima ish qilyapsan sen? O'zlaring nima qilyapsan? O'zlaring nima ish o'rni yaratyapsan-u? Qaysi mahallangni obod qo'yding, qaysi mahallangni xavfsiz hudud qilding deyapti. Kuni kecha men Nursulbek tumaniga bordim, 90 ta odam bilan. Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand viloyat hokimlari bordi, tuman hokimlari. Kuni kechasi keldim Toshkentdan. Kvartal xavfsiz hudud qilib, tadbirkorlikni rivojlantirib, prezident ko'rdinglar, Nursulbek tuman hokimligi qanot qilgan. Shunaqa ishlar qilyapti, odam ko'zing quvonadi. Bizda qanday? Kecha seshanba kuni viloyat hokimi telegram apparatini yig'ish qildi, ishchi guruhlariga yutdi, mana Nuroniylarni ko'rdi. Syomka qilyapti, tumanlarni kelib turib, video olyapti, ko'chasini, bozorlarini, yo'llarini bizni qarab qo'yapti. To'g'risini endi qo'pol masalaydi, hammasi dabdala yo'qdi. Musul bosib ketdi. Har doim musul deyapti. Musul deyapti. Mahallaga kirib bo'lmaydi. To'g'ri, yog'ingarchilik bo'ldi. Xudoga shukr, Xudoyim taolo barakasini berdi. Yo'lning ikki tomoni o't bosib ketgan. Tikon bosib ketgan. Haligi yomg'irlardan keyin devorlar uyib, oqib ketgan, erib ketgan. Mana 167 ta obyektda qurilish ketyapti. 167 ta obyektda. Bizlar faktik fiziki ulgurmayapmiz ularni nazorat qilishga. To'g'ri, texnozorlar qo'yilgan, loyihachilar qo'yilgan. Lekin bizlar manfaatdor bo'lishimiz kerak. Ertaga bizga qoladi, texnozorlar qolmaydi, loyihachi qolmaydi. Loyihachi chekkadan kelgan, quruvchi chekkadan kelgan. Nima farqi bor? Kelyapti, betonini, sementini jamsiga 100 gram emas, 50 gram qo'yib ketyapti. O'tiravering, akfa oynasini haligi qimmatdan emas, 1 so'mdan qo'yib ketyapti. Eshigini qimmatdan emas, mag'azin qo'yib ketyapti. Kraskani 30 ming so'mlik emas, 15 ming so'mlik qilib ketyapti. Unga nima farqi bor? Bu haligisini tushib ketyapti-da vazifasini. Lekin nazorat bo'lmayapti. Bitta mayliki endi uni aytishda hamon oldi, joizmi, nojoizmi, tayyor bog'cha tushgan bitta mahallaga. Dod, ha, bu yerga qurma deydi. Yo'q, voy Xudoying bersin, davlat senga bog'cha beryapti deyinga. Prezidentimiz bog'cha beryapti senga. Bola-chaqang bo'ladi, nevarang bo'ladi. Sening yillab oilaga xizmat qiladi bu bog'cha. Yo'q, bizga qurma deydi, bu yerdan qurma, boshqachadan qur deydi. Endi mahalla o'zi qiziqmasa, mahallani ahli raisi bosh bo'lmasa, o'zi qiziqmasa, ya rahmat demasa, Xudoga shukr demasa, shukronalik bildirmasa, dodingni kimga aytasan? Bu hamma gapni gapirib bo'lmaydi yerdan minbardan turib. Bilmadim meni gapimni kim odam qaysi odam qanaqa tushunadi. O'zi qiziqmasa, odamlar bog'chaga soladi. Kecha administratsiya rahbarimiz topshirib berib ketdilar. Har oy kelaman dedilar. Har bir ochilayotgan obyektni ko'raman dedilar. Har bir hududni borib ko'raman dedilar. Xudo xolasa 500 gektarlik terrasiga ham boraman dedilar. Al terrasaga borguncha tayyorlanib men Kenagasdan kutib olamanmi, Juma bozordan kutib olamanmi, Jartepadan kutib olamanmi? Tasavvur ko'ring, men Vijdongacha olib borganimcha nechta mahallada o'tamanmi? Hech kamida 50 kilometr yo'l boraman men shuncha kerak. 60 kilometrga. Jamchi. Qarab bo'lmaydi qishloqlarning qiyofasiga. Mahallalarning qiyofasiga qarab bo'lmaydi. Qarab bo'lmaydi.
yo'l mendan, mayli. Asfaltini qilaman, u mening muammom. Lekin mening uy muammom masalan borib birovni tualetini yo devorni ranglab berish emas-ku. Yo agroturni kavlab berish emas-ku. Bahrini tayyorladik, tetagiga chiqib ketdi. Shunaqa xonadonlar bor ediki, ertalabgacha uyini supurib, hovlisini, tomorqasini ag'darib, ertalabgacha pomidor bodringni ekib qo'ydik, ertalab uyqudan turyapti. Ana uydagisi deydi, meni hovlim bunaqa zo'r bo'lib qolibdimi deydi. Qudus aka. Balkizga ertalabgacha uxlamaganmiz biz. O'zimiz o'tganmiz, o'zimiz bilamiz. Mana mahalla raislari o'tiribdi. Katta gapirish oson, katta gapirish. Lekin qo'lga lapatka bilan ketmonni olib egilib qilish hamma ham qilmayapti-da shu ishni. 155 ta maktabga ta'limni yozib berdi. Ta'lim eng oxirgi o'rinda. Bilmasalar bilib olinglar. Ana o'tirganlar. Sharmanda O'zbekistonda, Urgutda ta'lim. 15% bora ta'limga kirgan, oliy ta'limga. Bundan past foiz yo'q respublika bo'yicha. Bundan past foiz yo'q qaytarib aytayapman. 155 ta tashkilotimni 155 ta maktabga bo'lib bergandim. Bor ertalab kelishingda uyingga yaqin joyga qo'yganman. Kirib kel, ko'rib kel deganman. Bolalar darsi kelyaptimi? Uy vazifasini bajaryaptimi? Darsga qiziqyaptimi? O'qituvchini o'zi tayyorlanib ko'rib kelyaptimi, yo'qmi? Rahmat, iqtidorli bolalar chiqyapti. Hozirgina mana Mehrangiz degan qizimiz Domni tagidan, Yangi O'zbekiston massivida Domni tagidan bitta o'quv, Pachimuchka, bilasizmi Pachimuchka? 3 ta xona ochibdi. Rahmat, 130 million kredit berilgan. Rahmat uchun bor odamlar. Lekin biz uyg'otishimiz kerak. Urgutda menga kitob magazin to'p berganlar qani hammalarini o'tiribsa deputatlar. Bironta kitob magazini yo'q Urgutda. Ana ko'ring izlarim bor kitob. Kitob magazini yo'q Urgutda. Bozorda. Yaqa bozor yo'q, это последний вопрос это. Nima uchun? Qani Samarqand shahar bo'yicha kitob olaman. Qani boshqa joylar bo'yicha kitob tashabbus qilmasalar ko'zlaring yumshaladi. Mahalla raisi qaramasa, boshqasi qaramasa, kim qarash kerak? Kim qarash kerak? Kimdir buni tashabbus ko'rsatish kerakmi? Faqat tadbirkorlik deganda latta pita sotish degani emas-ku bu. Bu narsalarga qarashimiz kerak, hurmatli deputatlar. Biz 2026-yil yakunigacha muhtaram prezidentimiz topshiriq berganlar. O'zbekistonda birinchi o'ringa chiqarib metodik tuman qilaman deganlar. Metodik tuman qilaman, namunaviy deganlar. Namunaviy tuman bo'lish uchun birinchi biz deputatlar mana o'tirganlar mana yerda o'zimiz namunali bo'lishimiz kerak. O'zimiz birinchi, o'zimiz. Mana rahmat. Borib ko'ringlar mana G'ijduvonga, Mingtepaga. 500 gektarga ish boshlandi. Ruscha aytganda patkuli chiqib beradi. Patkuli chiqib kvartira olganda qilib, suvini chiqarib, kabinetsasini qilib, shpanini qo'yib, uzumini ekib, dehqonga 50-60 dan 1 gektardan bo'lib beradi. O'sha yerda o'zidan bir 1000 ish o'rni yaratiladi. Patkuli ish beradi. Shunchalik darajada davlatimiz rahbari g'amxo'rlik qilyapti. Shunchalik darajada. Shunchalik darajada. Bor ko'ringlar deputatlar, boringlar, ko'ringlar. So'raytaymi? Juda to'g'risini aytib o'tiravering. Passiv ish olib boradi. Deputatlar ko'ribsiz. Ish jarayoni passiv ish olib boradi. Mayli deputatlarimiz hurmat qilamiz. Mayli tadbirkordir, mayli o'qituvchidir, mayli ziyolidir, mayli shifokordir. Lekin siz butun administratsiya uxlamay urgutish ishlayapti. Har hafta hozir mana shoshyapman, administratsiya rahbari o'rinbosari tutib qo'ygan, yetib biznes o'zini. Hamma kuyib pishyapti. Turizmni rivojlantiraylik Urgutga, bog'ni rivojlantiraylik, tortni rivojlantiraylik, maktabni rivojlantiraylik, ta'limni rivojlantiraylik. Biza yonmayapmiz. Men ochiq aytaman. Yonmayapmiz biza. Bizlar yonmayapmiz. Har hafta, har meselaga aytay, har hafta administratsiya rahbari o'rinbosari kelib ko'rib ketadi. U pastdagilardan tashqari har kuni kelyapti. Uyalaman bir rivoyatlar qishloqlardan kelib, mahalladan kelib. O'sha yerda ham mahalla-ko'y bor, rais bor, deputat bor, aktiv bor, faol bor. 3 ta muhtaram prezidentimiz 3 ta mahallani prezident mahallasi qilasan degan.
Qochvoy yangi hayot ko'ramiz. Yotib qadish boshlanmagan. Yotibdi sizni mana sizni hududingiz, sizni. Futonchisiz siz ham bilasiz. Men sizga nima buzib keling degan mana buzilmabdi. Aka yangi hayot prezident maqolasi bo'lishi kerak. Siz o'sha yerdan saylangansiz. Siz bosh bo'lishingiz kerak. Afsus qavmak sizni ham ko'rayotganim. O'shaga birinchi o'rinni o'tkazib qo'yganman, moliyani boshini o'tkazib qo'yganman. Namanay bo'lishi kerak. O'tiravering, rahmat. Faktiski mana buni mo'mravatga qo'yganman, o'ramasiga qo'yganman mana buni. Ish boshlangani yo'q-ku. To'g'rimi, to'g'ri? To'g'ri. Haqqoniy holatda-ki. Kecha suratlarni bu yerga jo'natdim, bir razvor keling boring, gaplashib keldi bir ayollar bilan. Bir ikkitasi kelibdi haligi, falon tug'indi, muhokama qilib. O'zlaringizga aytadilar bu ishga. O'tir. Men to'g'ri tushuninglar, meni gapimga qabul qilmanglar. Yo ko'ngillarni olmanglar. Siz bilan biz bola yig'lamasa ona sut bermaydi deydi. Siz bilan biz tumanimiz uchun jon kuydirmasak, siz bilan biz tumanimizni erta kelajagi uchun kurashmasak, sal aktivroq bo'lmasak, bu mablag' berilgan davlatimiz rahbari tomonidan, to'g'ri? Berilgan. Maktab quriladi, bog'cha quriladi, yo'l bo'ladi. Bo'ldi, bizga yo'l qurib berding, maktab qurib berding deb og'zimizni ochib o'tiramiz. Bir so'm, ikki so'm qiringlar deyapti. Tashabbus ko'rsatinglar deyapti. O'zi bo'lmaydi-ku buni hammasini qilish. Buni o'zini nazorat qilish o'zi bo'lmaydi-ku. Rahmat, tashabbus ko'rsatinglar. Sessiya qarori qabul qilindi. Bizlar ham aktiv qatnashamiz ushbu mablag'larni ishlatishda. Ushbu qurilishlarni sifatli bajarishda bizlar ham aktiv ishtirok etamiz deb tashabbus ko'rsatinglar. Lekin bir yoniga bir o'shlik suratadi. Tamam, qoldi gap. Xursand bo'lgandik. Meni oson tutmanglar, men bir o'zim ulgura olmayapman. Men mana kengashlik deb o'shga. Kengashlik deb o'shga. Omon Qo'tanga borsam yarim kun vaqtim qolib ketadi. Kecha mana sel keldi. O'sha Uzunsoy degan qishloqda bir 35-40 uyga suv kirgan. Bu yerda bo'lsam Jartibada chiqib ketyapti. Jartibada bo'lsam O'ramasda chiqib ketyapti. O'ramasda bo'lsam rayon markazida. Rayon markazini mana musuldan tozalaganman. Boringlar, tayyorda ko'ringlar qanaqa top-toza. 2-3 marta gruppa yubordim, borib ko'rib kelinglar tayyorda. Biz bilan taqqoslab ko'ringlar. Bog'zog'ondan Jartibaga o'tsang ham, Jo'va bozordan O'ramasga o'tsang ham, bu yerda Qorabuloqqa o'tsang ham, u tomonlar chiroyli selskiy tayyor. Shuni urib ketasan, Urgut bilan yer osmonli farq bor. Bizda musor ham bor, o't bosgan ham, qaralmagan ham raso bo'lyapti bizda. Hamma jim. Mana hozir rayon markazini tuprog'ini oldirtiryapmandagi eng qimmat kustaringlarni yektiryapman. Kustaringlarni. Buni asrashimiz kerak, avlashimiz kerak. Ne yektiryapman? Kustaringni o'rib ketishyapti. Jamsaga o'rib ketishyapti. Uyatda bu masala. Park qilishimiz kerak. Stadionni qilishimiz kerak. Stadionimiz qanaqa ahvolda yotibdi? Parkimiz qanaqa ahvolda yotibdi? Obutayev payti qilingan, qurilgan. Xo'sh, bo'ldi. Qurilgan deb o'tiraveramizmi? Ana ularga qarab olmaydi, dabdalasi chiqyapti amfiteatrda. Tungalar ostida yotibdi o'sha eski ruhon. Amfiteatr tagidagi anaqa bo'sh turgan magazin qilamiz degan o'sha vaqtda oldingi hokimlar ichi rasvo bo'lyapti, tualetxona bo'lyapti. Tualetxona bo'lyapti. Mana bu yerda bitta rahmat o'lmas bobo aytib qilgan ekan, bitta minora bor ekan, ichi tualet bo'lib ketgan. Oxiri majbur bo'ldik shunga, kalsiy qilyapmiz mana yerda. Tiqilib ketgan odam o'tib bo'lmaydi. Bozorda oldik. Bozorga qarab olmaydi. Musul bosyapti bozorda. Yangi savdo kompleksi orqasiga o'tib bo'lmaydi kanalga. Musul bosyapti. Bularga kim qaraydi? Deputatlar yordam qilmasa, meni yonim turmasalaring, birgalashmasak, mahalla raislari yetilib uyg'onmasa, deputatlar qaramasa kim qaraydi? Kim qaraydi? Kimni qilamiz? Shuning uchun men pisargina o'zimning gaplarim bor, uzr so'rayman, so'rayapman. Iltimos meni to'g'rishlaringizni so'rayman. Ozgina mehmon qaror turibdi, o'sha administratsiya rahbarining o'rinbosari. Dokladim mana hamma narsa yozilgan. Sanoat, xizmat ko'rsatish, qurilish, bu o'zi bo'lmaydi, oson tutmanglar. 190 ta obyektda qurilish ishlari bo'ladi. Shundan 167 ta obyektda qurilish ishlari boshlandi. Ichida 42 ta maktab bor, 30 ta poliklinika bor, bog'cha bor,
boshqa narsalar bor, bu hokazo. Birgalashaylik, bir qaraylik. Kecha men Jartepaga bog'chaga kirdim, bog'chaga. Haligacha o'zim kelmayapti. Kecha men aytdim xodimlarimga. O'shanda ko'rdim. Bog'chaga kirdim. Qorayib ketgan go'sht bilan tushib ketgan olma turibdi. Jamsiga. Bog'chani xodimlariga gaplashayapman. Soatlab qaynatsam ham pishmaydi bu deydi. Bir yordamlaring kerak, sizlar bir jamoatchilik nazoratini o'rnatinglar, bir fikrlaring kerak sizlarga. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, yanada iltimos bo'ladi. Sizlardan uzr, menga faqat uzr so'rayman sizlardan. Sal qizib ketgan bo'lsa, ruxsat berasizlar. Mehmon qanotib Samarqandga hozir yetib borishim kerak. Markazga yetib kelyapti muammolarning bilan, proyektlaring bilan. Yaxshi fikrlar bor, yaxshi niyatlar bor. Nasib qilsa Urgut tumanini birgalikda juda ham chiroyli qilamiz, namunali qilamiz. Faqat sal sizlardan iltimos bo'ladi. Meni to'g'ri tushunasizlar. Men ichim achgandan to'lqinlanib kuyib chiqib gapiryapman. To'g'ri tushuninglar. Men Urgutlikman, Urgut farzandiman. Bizlar faolroq bo'lmasak bo'lmaydi. Nasib qilsa sizlar bilan birga tumanimizni chiroyli qilamiz, xudo xohlasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli deputatlar, ma'ruzasiga savollaring bormi? Marhamat, buyurun. 12 oktyabr saylov okrugida jamoat bo'ylab bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. Albatta hozir ma'ruzangizda taklif etdingiz. O'sha bugun tumanimiz katta qurilish maydoniga aylangan. Biz kecha Jaqishton mahallasida saylovchilar bilan uchrashganmiz. Har chorakda bitta mahallamizda uchrashamiz. O'sha bog'cha qurish bo'yicha tanlangan joyga ular sal ma'qul kelmayapti-da. Shuni bir yetkazib qo'ying tuman hokimiga deyishgan edi. O'sha yetkazib qo'ymoqchi. Marhamat. Masala yo'q. Ma'qul kelmayotgan bo'lsa, takliflarni o'rganamiz. Arxitektorim o'tiribdi, kadastrim o'tiribdi. Marhamat. Bizlar o'sha mahallada bo'lsin, qolsin, o'sha mahallaga xizmat qilsin, o'sha bolalarga xizmat qilsin degan bizlar ham fikrdamiz. Prezidentimizga ming rahmat. Pul berdilar, sharoit qilib berdilar. Qilishimiz kerak. Gapni kam qilishimiz kerak. Muhokamani kam qilishimiz kerak. Gap ko'payib ketyapti. Yo bu yerda qilma, bu yerda qil. Davlat rahbari ajratilgan mablag'ga ishlatishimiz kerak, aka. Men qabul bo'lganim shunda. Necha oydan beri bolalar yurgan ekan. Yo'q, birinchi o'sha yerga qurmaysan degan ekan, siz aytgan joyga. Boshqa joyda qurasan degan ekan. Ha, mayli dedik. Boshqa joydan joy topsak, yo'q. Bu yerdan qurmaysan, endi bu yerdan qurasan degan ekan. Ya, endi mayli bu gapni gapirmang endi mayli ko'chilik oldida. Gaplashib olamiz. Mayli, marhamat, men yo'ldim, ishlaymiz ustida. Lekin gapni ko'p qilyapmiz bizlar aka tumanda. Xafa bo'lmanglar. Gapdan ko'ra hunar degan. Kasbak nima? Dastlabki olib bayon deganmi? Ishlash kerak aka. Mayli, men roziman, sizlar nima desalar roziman. Xalqqa xizmat qilaman, xalq fikrini eshitaman. Bizlar rozimiz. Lekin muhokama ko'p bo'lyapti-da aka. Ko'p masalalar. Shuning uchun dabdala chiqyapti shu joylar. Ishlaymiz ustida. Rahmat. Yechamiz masala. Marhamat, yana kimda savol bor? Assalomu alaykum Nurobastovich, assalomu alaykum sessiya qatnashchilari. Bog'cha masalasi ko'tarilganda Yangiobod mahalla idorasini orqa tomonida bog'cha qurish rejalashtirilgan. Biz urgandek quruvchi keldi, hamma masala hal bo'lgan. Bitta muammo bo'lyaptiki, arqa daraxtzor va teraklar ekilgan bo'shatilgan ekologiyani xulosasi kerak. Quruvchi aytayapti, maydonni bo'shatib bersin, qurilish ishlarini boshlaymiz deyapti. Qayerda? Yangiobod mahallasi. Bo'ldi, qilamiz. O'rganib chiqib, mutaxassislar. Faqat uchun so'rayman, menga javob bersangiz agar nima savollaringizni men tayyorman. Bu savoldan qochmayman. Nima gapingiz bor sizda? Nima gapingiz bor? Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Mana hozir deputatlar ishlamayapti demayapti, ishlayapti. So'rovlar chiqaryapmiz. Mana bog'chalarga borib o'rgandik. 200 ta bolaga birgina ham go'sht yo'q holatlarni ham aniqladik. Maktablarga boryapmiz. Suv masalasini ko'taryapmiz. Bizlar xat chiqaryapmiz. Xatga bir nima desa ijobiy javob ola olmayapmiz. Ana shu narsada yordamingiz kerak bo'ladi. Men shuning uchun aytyapman sizga, to'ppa-to'g'ri gapiryapsiz. To'ppa-to'g'ri. Men qo'shilaman. Shuning uchun faolroq bo'linglar deyapman. To'ppa-to'g'ri gapiryapsiz. Mana kengashga joyni ham qo'yib beraman, sharoitini ham qo'yib beraman. Bitta joy ham ko'rgan, sharoitini ham qo'yib beraman. Shuning uchun faolroq bo'linglar, baraka topgir. Men kechqurun 6-7dan keyin kechasi senlar uxlayotgan paytim ishda bo'laman, 12-1da ham. Marhamat. Mana vakilim bor, faollar bor, marhamat. Men kun tartibga qo'yaman, apparat yig'ishimga qo'yaman, kim masala qilmayotgan bo'lsa chorasini ko'raman. Faolroq bo'linglar deyapman shuning uchun.
Men unda qo'shganim yo'q. Marhamat. Bo'ladimi? Baraka ruxsat etsangiz uzr so'rayman, menga ketib bormasam bo'lmaydi. Nima masala bo'lsa, nima gaplaring bo'lsa men tayyorman. Mana xona, bino, sharoit hammasi bo'ladi. Faqat bir narsa bo'linganidek, bo'lib olgandik hududlarda, bo'lib olgandik. Oson tutmanglar. 3 ta yangi mahallam bor, 15 ta akal mahallam bor. Qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Mana yonimda turinglar, men yonimda. Turinglar men yonimda. Masala juda ham ko'p. Juda katta masala bor. Uni qilmasak bo'lmaydi. Ulgura olmayapmiz. Shuning uchun 15 ta akal mahalla degani bilasizlar, Chet, To'rtko'l, Mirzobog'lar 15 ta mahallani qilishim kerak. 9 ta og'ir mahallam bor. E'lon qiling ishlab, bering Ulug'bekka, aytib deputatlarga qo'liga bering. 3 ta prezident mahallam bor. Uni qilaylik mana. Qilaylik birga qilaylik. Yonimda turinglar. Birga bo'laylik. Nuroniylarimiz faol. Nuroniylarimiz bo'lganmi? Rayon markaziga kim, Navoiyga kim, Dehqonoboddga kim, O'ramasga kim. Asal ko'p bo'laylik, yukni bir zimmamizga olaylik, hurmatli deputatlar. Yukni ozgina zimmamizga olaylik. Saylangan uchastkalaringni menga obod qilib beringlar. O'sha saylangan uchastkalaringni qurilayotgan obyektlarni menga nazorat qilib beringlar va mahallalarni obod qilib beringlar, menga yordam qilinglar. Men sizlarga yordam qilaman. Boraman, yetib boraman. Saylov uchastkalaring joylariga borsalar, boraman, qatnashaman. Mana Olmasotadan boshlanadi, Kurkdan boshlanadi. Astronomga qarab bo'lmaydi. Olmasotani fasadiga qarab bo'lmaydi, ko'chasiga qarab bo'lmaydi, yo'liga qarab bo'lmaydi. To Kenegasgacha, bu yoqda vokzal O'ramasgacha, bu yoqda Jartepani yo'li. Ha, bo'linib olaylik, og'aylar endi. Iltimos qildim. Meni fikrlaringizni aytasiz, tayyorlab berasiz. Shunaqa. Uzr bo'lsa, meni sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Ushbu masala bo'yicha so'z mahalliy budjet tadbirkorning rivojlantirish va iqtisodiy sohalar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Azimurod Otajo'boyev berildi. Marhamat. O'sha olish kerak bitta. Obeka qayting. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Urgut tumani hokimining 2026-yilda Urgut tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalari amalga oshirish chora-tadbirlarining birinchi chorakdagi ijrosi yuzasidan Urgut tumani hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Ulug'bek Kamolovning hisoboti mahalliy budjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy sohalar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 29 aprel kuni majlisida ko'rib chiqildi, muhokama qilindi hamda ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirish va takliflaring bo'lmasa, ushbu qaror tasdiqlansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab ishlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraf qabul yo'q. Qaror bir ovozdan qabul qilindi. Kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2026-yil 12-martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika budjetining, viloyat budjetlarining, Toshkent shahri shahar budjetining, tumanlar va shahar budjetlarining qo'shimcha manbalarni aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solishni takomillashtirish to'g'risidagi KQ 325-sonli qarori to'g'risida ushbu masala bo'yicha so'z mahalliy budjet va tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi rais o'rinbosari Obloqulov Qosim Qiyomichga beriladi. Marhamat, Qosim Qiyomich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 2-martda Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika budjetining, viloyat budjetlarining, Toshkent shahri shahar budjetining, tumanlar va shaharlar budjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solishni takomillashtirish to'g'risidagi KQ 325 sonli qaror tasdiqlangan bo'lib, unga asosan Urgut tumani budjetining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solish
to'g'risidagi nizomi hamda Urgut tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlarni umumlashtiruvchi komissiyasining tarkibi ishlab chiqilib deputatlarga tarqatilgan. Mazkur qaror qabul qilinishi munosabati bilan Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining 2025-yil 21-maydagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Respublika byudjetining viloyat byudjetlarining Toshkent shahri shahar byudjetining tumanlar va shaharlar byudjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanishni tartibga solishni takomillashtirish to'g'risidagi KQ 5-sonli qarori haqidagi 7-10-59-7-105-K/25 sonli qarori o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. Ushbu masala mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yilning 29-aprel kungi majlisida ko'rib chiqildi, muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat Qosim Quyonovich. Hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mahalliy byudjet deganda oldimizda juda ko'p, ko'z oldimizda juda ko'p narsa keladi. Endi mahalliy byudjetni shakllantirish uchun hurmatli hokimimiz o'zi gapirib o'tdilar. Hamma narsa mablag'ga bo'lib taqalgandan keyin mahalla raislari turibdi. Shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman. O'tgan kungi bo'lgan yig'ilishda hamma tashkilot rahbarlari qatnashdi, mahallalar qatnashmadi. Faqat mahalla jamg'armasining rahbari Sherzod Shokirovich qatnashdi. Juda ko'p topshiriqlar mahallalarga bo'lib taqalyapti-da. Shu sal e'tiborli bo'lishingizni, mahalliy byudjet uchun tumanimizda juda ko'p milliardlab mablag'lar qarzdorligi borligini alohida aytib o'tadi o'sha davlat tashkilotlari. Shunga sizlar e'tibor qaratishlaringizni so'rayman, mahalla raislarini alohida e'tibor bilan qarasalaring, o'sha sizlarga qoladi. Boyagi 10%liklarning ham, qo'shimcha mablag'lar ham, dastur asosida berilayotgan mablag'lar faqat siz uchun, sizning aholingiz, fuqarolaringiz uchun. Salgina nima deydi, hushyorroq bo'lishimiz kerak, salgina ishlashimiz kerak. O'rtaga sal beparvoroq bo'ldik, 2-3 yil bemalolroq bo'ldik, chunki e'tibor kamroq bo'ldi. Hozir butun e'tibor sizga qaratilgan, Urgut tumaniga qaratilgan. Haqiqatan ham to'g'ri, deputatlar bilan birga ishlayapmiz. Alohida keyin yana gaplashib olamiz. Mana mahalla raislari borligidan foydalanib, tashkilot rahbarlari borligidan foydalanib aytmoqchiman. Sizga mablag' ajratildimi, tish tirnog'ingiz bilan o'sha ishni chiroyli, sifatli nazorat qilishga siz javobgarsiz. Chunki u sizning hududingizda bo'lyapti. Har qanday holatda bo'lmaydi. 5 yil, 4 yilda bitta chiroyli narsa sizga berilgandan keyin uni avlodlarga yetkazish sizning qo'lingizda. Hurmatli deputatlar, agar ushbu masala bo'yicha savollaring bo'lmasa, qaror qismi sizlarga berilgan. Qaror loyihasiga o'zgartishlar, qo'shimchalar bormi? Byudjet masalasi. Bo'lmasa ovozga qo'yaman. Mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror tasdiqlansin degan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rab qolaman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi 3-masala Urgut tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan jamoatchilik fikri asosida shakllanadigan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tuman hokimligi qoshida ochilgan fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga mablag' ajratish to'g'risida. Mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyaning 29-apreldagi yig'ilishida ushbu masala muhokama qilingan va ko'rib chiqilgan. Ushbu qaror nimasi mahalla kengashida mahalliy byudjetdagi o'sha ajratilgan mablag'larni doimiy komissiya o'zining yig'ilishida ko'rib, chora-tadbirlarni tegishli tashkilotlarga yetkazgan. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ushbu qaror yuzasidan agar qo'shimcha fikr mulohazalaring bo'lmasa, ovozga qo'yaman. Ushbu qaror tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 4-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 48-sonli qarorning tumandagi ijrosi to'g'risidagi Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining 2026-yil 16-martdagi 7-7-7-105-105 qarorining 2-ilovasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuncha berish uchun so'z Urgut tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'lim boshlig'i Jamolov Farruh Azimjon o'g'liga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevralda ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yana takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qarorning 9-ilovasi 23-bandiga muvofiq joriy yilning mart oyida 1 va 5-ilovalarga asosan tuman va shaharlar kesimida ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash hamda ularni tutash hududlarini umumiy foydalanishdagi infratuzilma obyektlarini qurish bo'yicha manzilli ro'yxati shakllantirilgan va xalq deputatlari tuman shahar kengashlari tomonidan tegishli manzilli dasturlar tasdiqlash vazifasi belgilangan edi. Shunga asosan mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida qarorning 5-ilovasiga asosan 2026-27 yillarda Urgut tumanida mahalliy byudjet hamda boshqaruv tashkilotlari mablag'lari hisobidan ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha manzilli dastur shakllantirilib, xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan tasdiqlangan. Tasdiqlangan qarorga muvofiq xalq deputatlari Urgut tuman kengashi 2026-16 7-24-28-7-105 qarsorli 26 sonli qarorning 2-ilovasiga asosan 7 ta ko'p qavatli turar joy binolar ta'mirlash tasdiqlangan bo'lib, tumanda ko'p qavatli uylar ta'mirlash ishlari uchun jami 1 milliard 141 million so'm miqdorida mablag' ajratish nazarda tutilgan. Bu 1 milliard 141 million yarmi mahalliy byudjet hisobidan, yarmi boshqaruv servis kompaniyalari, shirkatlar tomonidan amalga oshirish belgilangan edi. Bu ish tasdiqlangan qarorimiz bor edi. Biroq qurilish boshqarmasi tomonidan olib borilgan tahlilga ko'ra, tumanda xizmat ko'rsatuvchi Afrosiyob Maroqat mas'uliyati cheklangan boshqaruv servis kompaniyasining 1 yillik majburiy badallar tushumi jami 323 millionni tashkil etgan. Shirkatning 1 yillik tushumi, tomlardan tushadigan tushum 323 million tashkil qilgan. Lekin biz oldin tasdiqlagan qarorimizda hozir 700 millionga yaqin bo'lishi kerak edi. Davomli ajratishimiz kerak. Shu bilan birga qarorning 9-ilovasi 23-bandida dastur doirasida har chorak yakunlari bo'yicha zarur mablag'larni boshqaruvchi tashkilotlar bilan teng ulushda ajratish belgilangan inovatga olib, 2026 yil tumanda ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha manzilli dastur ko'rsatkichlari Afrosiyob Maroqat MCHning amaldagi moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib, tasdiqlangan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining qarorining 2-ilovasi 7 ta ko'p qavatli turar joy binolarini o'zgartirib, o'rniga Navo mahallasiga 5 ta 15, 17, 19A, 13 va 11 sonli ko'p qavatli turar joy binolarini ta'mirlash hamda jami 1 milliard 141 million so'm mablag'larini 731 million 700 ming so'mga o'zgartirish masalasini kiritganmiz. Agar buni muhokama ko'rib chiqib tasdiqlab bersalar, bu mablag'larimizni hozirgi kunda shirkatimizda holati yana mahalliy byudjetimizga bog'liq sifatlari borligi uchun summalar qisqartirilgan. Hozirgi kunda 5 ta domimizga qo'yiladigan bo'lsa, 5 ta domimizda 360 million, 365 milliondan ortiq mablag'lar mahalliy byudjet va shirkat boshqaruv servis kompaniyasining pulidan moliyalashtiriladi, ta'mirlashlar olib boriladi. Ta'mirlash deganda endi o'zlaringiz bilasizlar, ko'p qavatli uylarda bolalar maydonchalari, tomlarda tashqi fasadlari, yo'laklari, tom qismi, kema, yerto'la, kanalizatsiya, infratuzilma obyektlarini ta'mirlashga qaratilib yo'naltirilib, shu yil oxiriga yakuniga qadar amal ishlari bajaramiz. Hurmatli deputatlar, ma'lum boshqa savollaringiz bormi? Joyingizga egallashingiz mumkin. Shu masala bo'yicha so'z mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Ro'ziqulov Alisher Xo'janovga berilgan marhamat. Doimiy komissiya qarorini o'qib eshitasiz. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48 son qarorining tumandagi ijrosi to'g'risidagi xalq deputatlari Urgut tuman kengashining 2026 martdagi 7-24-28-7-105-K-26 son qarorining 2-ilovasiga o'tkazilish yuzasidan Urgut tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limi boshlig'i Jamol Farruq Asliyev o'rnining hisoboti mahalliy byudjet tadbirkor rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyaning 2026 yil 29-aprel kungi majlisda ko'rib chiqilib, muhokama qilindi va ma'qullandi. Sizlarni ham ma'qullashga chaqirib qolaman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, ushbu masala yuzasidan qaror qabul qilishimiz kerak. Qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar qaror yuzasidan qo'shimcha taklif, mulohazalaring, savollaring bormi?
Bo'lmasa ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 27-sessiyasiga agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tayyorgarlik ko'rish taklifi beriladi. Ushbu taklifni ma'qullagan deputatlar munosabat bildirishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 26-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar muhokama etib bo'lindi. Sessiya o'tish haqidagi axborot berish uchun so'z sessiya kotibi Haydarov Abduqodir Fayzichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar hamda sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 26-sessiyasida tuman kengashining 29 nafar deputatlaridan 27 nafari ishtirok etdi. 2 nafari uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmadi. Sessiyada 4 ta masala ko'rib chiqildi. Birinchi masala bo'yicha Urgut tuman hokimi Dilmurod Bastamovichning 2026-yilda Urgut tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlarining birinchi chorakdagi ijrosi yuzasidan hisoboti eshitildi. Hisobotdan so'ng 3 nafar deputatimizdan taklif tushdi. Savol va takliflardan so'ng mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Azmurodov Ortiq Rajabboyevichga berildi va doimiy komissiya xulosasi eshitildi. Kengash raisi tomonidan deputatlarga ovozga qo'yildi. Sessiyada ishtirok etayotgan 27 nafar deputatdan hammasi bir ovozdan ma'qulladi. Qaror qabul qilindi. Ikkinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2026-yil 12-martdagi Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika byudjetining viloyat byudjetlarining Toshkent shahri, shahar byudjetining tumanlar va shaharlar byudjetlarining qo'shimcha manbalarini aniqlash va ulardan foydalanish tartibga solishni takomillashtirish to'g'risidagi QK 323 5-sonli qarori to'g'risida mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Oblaqulov Qosim Qiyomovichga so'z navbati berildi va doimiy komissiya xulosasi eshitildi. Kengash raisi tomonidan deputatlarga ovozga qo'yildi. Sessiyada ishtirok etayotgan 27 nafar deputatning barchasi bir ovozdan ma'qulladi. Qaror qabul qilindi. Uchinchi masala bo'yicha Urgut tuman mahalliy budjetining qo'shimcha manbalari hisobidan jamoatchilik fikri asosida shakllanadigan tadbirlarni moliyalashtirish maqsadida tuman hokimligi qoshida ochilgan fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga mablag' ajratish to'g'risida kengash raisi tomonidan deputatlarga ovozga qo'yildi. Sessiyada ishtirok etayotgan 27 nafar deputatdan barchasi bir ovozdan ma'qulladi. Qaror qabul qilindi. 4-masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 48-son qarorining tumandagi ijrosi to'g'risidagi xalq deputatlari Urgut tuman kengashining 2026-yil 16-martdagi 7-24-28-7/105 K/26-sonli qarorining 2-ilovasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida Urgut tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i Jamolov Faruq Azimjon o'g'li qisqacha hisoboti eshitildi. Hisobotdan so'ng mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Ro'ziqulov Alisher Xo'jamovichga so'z berildi va xulosasi eshitildi. Kengash raisi tomonidan deputatlarga ovozga qo'yildi. Sessiyada ishtirok etayotgan jami 27 nafar deputatdan barchasi bir ovozdan ma'qullandi. Sessiyada barcha masalalar ko'rib chiqildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, sessiya o'tishi haqida fikr va mulohazalaringiz bormi? Shu bilan xalq deputatlari Urgut tuman kengashining navbatdagi 26-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.